Kitobni Polni dunyosiga olib ketaman. U yerni olimlari kompyuter yordamida ilmlarni takomillashtirishadi. Qaytganimdan keyin esa meni hech kim to'xtata olmaydi. Bu yurtda men hukmdorlik qilaman. Senmisan? U hamma gapni eshitdi. Bu yerga kelmasliging kerak edi, Riana. O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Katrina, jahling chiqavermasin. Meni kechir. Uni ayblamasliging kerak edi. Xayrli tong. Xayrli tong. Uzoq kutilgan vaqt ham yetib keldi. Nazorat ishlarini tekshirib chiqdim. Alex Kartenis, o'rningdan tur. O'n 16 kishi navbatda turibdi. 4tasining iti bor. Itlar panjasining soni umumiy panja, oyoq va qo'llarning qanday ulushini tashkil etadi. Nazorat ishida 16 ta edi. Bitta odam va 3 ta it. Agar masalani yechib bersang, demak ko'chirib olmagan bo'lasan. Javob yarmi haligi yo'q, 3 dan biri. To'g'ri. Senga boshqa miyani ko'chirib o'tkazishdimi? Yo'q, qimmat ekan. Dadamning puli yetmadi. Tabriklayman, bahoying 4. Yashasin, qoyil. Aytmasang ham bilaman. Senga hukmdor Kuryon kerak. Unga muhim ma'lumot keltirgansan. Aytaymi unga nima deysan? Osmon uzilib tusharmish. Yo'q, Ashkaning qayerdaligini bilaman. Sehrgarlar xavf ostida. Rostana, Ashka hamma afsungarlardan kuchlimi? Kuryon qasrda yo'q, qishlog'ingga qaytib ketaver. Menga kema kerak. Qani yur. Tezroq. To'xta. U otimni o'g'irladi. To'xta. Alex, masalalaringni yechib beraymi?
Yo'q, rahmat. Aqlim joyiga kelib qoldi. O'zim eplayman. Bo'pti, borib biroz koptok tepamiz. Xo'sh, Xafa bo'lmaysan. Otam ariq tozalashni buyurgan. Keyingi safar. Xo'pmi? xo'p, mayli. Salom. Qayoqqa boramiz? Ko'ramiz-da. Ketdik. Nega ot minib oldingiz? Tushuntirishga vaqtim yo'q. Ashka polni dunyosiga bormoqchi. Dadamni chaqir, minora yoniga borsinlar. Yugur. Quvvat toshlarni ber. Har kuni tongda o'tish yo'lini ochib qo'y. Opam shu yerda bo'laman deganda. Riana! 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 Dada! Opam shu otni mingandi. Demak, Ashka polning dunyosiga o'tmoqchi ekanda. Balki yana uni izdan ketgandir. Yordam kerakmi? Harli o'chib qoldi. Balki benzin tugagandir. Benzin? Ha, mashinaning yoqilg'isi. Uni qayerdan olsa bo'ladi? Meni pulim bor. Yura qoling. Bunday sohib jamol qiz mototsikl minishi yaxshi emas. Sizga mana bu munosibroq. Uni minish qiyinmi? Juda oson. O'zim sizga o'rgataman.
Men shaharga borishim kerak. Chipta $6 turadi. Meni pulim yo'q. Yo'q, pulga chipta ham yo'q. Navbat kimniki? Imtiyozli oilaviy chipta. Shaharga ham bitta. Mana, ol. Rahmat. Pulingni boshqa unutma. Anna, oxirgi natijalar qani? Hali tayyor emas. Nima uchun? Bu Reynolds. Suhbatlashishga vaqtim yo'q. Biror vaqtga kelishib qo'yish kerak. Mayli, agar muhim ish bo'lsa, unda vaqtim juda oz. Ismim Harli. Islandiyadanman. Erim yer kavlab, qadimiy buyumlarni izlardi. Kasbini nomini unutib qo'ydim. Eslolmayapman. Qadimshunos. Ha, eskishunos. Bir kuni qasr vayronalaridan mana buni topgandik. Erim topilmadan juda ham xursand bo'lib ketdi, lekin tez orada kasal bo'lib qoldi. Keyin afsuski u o'ldi. Erimdan ayrilib qoldim. Afsusdaman. Nega buni bizga olib keldingiz? Erim bu kitobda qadimiy sirlar yozilgan deb aytgandi. Faqat buyuk olim uni yecha olar ekan. Bu qanday til? Qadimiy island tili. O'qiy olaman, lekin ilmiy ma'nosini tushunmayman. Elektr chizmalariga o'xshar ekan. Kitobga qancha bo'lgan? 200 yildan kam emas. Bo'lishi mumkin emas. U paytda bunday bilimlar bo'lmagan. Biz mana buni ham topdik. Kitobda u quvvat tosh deyilgan. Soatlar uchun quvvatlanish manbai bo'lgan ekan. Juda kichik, lekin quvvatli batareya. Uni sirini ochishimiz kerak. Menga yordam berasizmi? Bajonidil xonim. Kitobda maxfiy axborot bo'lishi mumkin. Sir saqlashga va'da berasizmi? Tashvishlanmang. Buni hech kimga aytmayman. Dadamni uylantiramiz deb va'da bergandingiz. Dadam uylanishga qarilik qiladi. Bildingmi? Jina bizlarga oyi bo'ladi. Salom. Kayfiyatlaringiz a'lo deb umid qilaman. Bugun hammamiz restoranga boramiz. Bugun meni bayramim. Qanaqa bayram? Yangi loyiha boshlayapman. G'aroyib. Qanday loyiha? Buni ayta olmayman. Harli xonim bu ishni sir saqlamoqchi. Harli xonim? Shu ishning buyurtmachisi eri o'lgan ekan. Mendan yordam so'rab ketdi. Chiroyli ekanmi? Kristina. Restoranga uni ham chaqiring. Kristina, har bir ayol ko'zingga xotinim bo'lib ko'rinavermasin. Harli xonim shunchaki mijoz. Meni unga uylantirishing shart emas. Endi esa tez kiyimingni almashtir. Taomlari menga yoqmadi. Keyingi safar boshqa joyga boramiz. Dada, Dada, qarang, divanda dinozavr yotibdi. Hazillashdim-ku. Hayolingiz juda parishon-ku, nima bo'ldi? Uzr, 1-2 soatga laboratoriyaga borib kelaman. Tugamagan ishim bor edi. Xo'p, mayli, bora qoling. Xayr. bunaqa yashab bo'lmaydi. Yo'q, sen yaxshi yotib uxla. Uxlamayman. Uxlaysan. Xayrli tun. Yaxshi dam oling.
Riana? Nima bo'ldi? Ashka shu yerda. Bilaman, u endi xavfli emas. Sovuqni yo'q qildik. Qadimiy afsungarlar kitobi uning qo'lida. Sizning olimlaringiz yordamida qudratli aslahalarni tayyorlamoqchi. Keyin sehrgarlarni qirib tashlarkan. Uni to'xtatishga yordam ber. Tayyor bo'ldi. Juda soz. O'sha yerga qo'ya qol. G'alati narsa ekan. Bu nima? Bu qanday mo'jiza? Kristina, tura qol. Maktabga kechikma. Tobim bo'lmayapti. Kechagi taomdan. Men uyda qolaman. Yo'q, dadam ikkovimiz yo'qmiz. Sen yolg'iz qola olmaysan. Qani kiyina qol. Hozir tuzalib qolasan. Tez bo'l. Bu bizning bosh laboratoriyamiz. Yaxshi laboratoriya ekan. Salom, Annaman. Tun bo'yi ishladingizmi, janob Reynald? Rahmat, Anna. Meni Brian deyavering. Nima? Reynald deyish shart emas. Tushundim. Ikkita ismingiz bor ekan. Meni Anna deyvering. Xuddi anavi cho'ringizga o'xshab. Uni cho'ri deyishingiz noto'g'ri bo'ladi. Buni kiyib ko'rmoqchiman. Yordam berasizmi? Ha, albatta. Ochiq havoda tuzalib qolasan. Riana, Ashkani qanday topamiz? mehmonxonadan qidiramiz. Balki o'sha yoqqa qaytgandir. Bu qanday yoqiladi? Bu yerda emas. Tunda elektr simlar kuyib ketay dedi. Bu yoqqa yuring. Bu Faraday xonasi. U elektromagnit to'lqinlarni o'tkazmaydi. Libosda hosil bo'lgan hamma quvvat xonaning o'zida qoladi. Ishlating. Nihoyatda qudratli magnit maydoni. Bo'ldi. Chiqavering. Brian, sizdan nihoyatda minnatdorman. Ashka mehmonxonaga qaytmabdi. Haqqini ham to'lamay ketibdi. Uni topmasak bo'lmaydi. Shahar bo'ylab sang'ib yura olmaymiz-ku. Alex bilan Katrinadan yordam so'raymiz. Biz urushib qoldik. Katrina men bilan gaplashmayapti. Ular do'stlaring-ku axir. Yordam berishlari shart. Balki sen ko'ndirarsan. Tayyor bo'lsangiz yoqavering. Qani, boshladik. Ilgari bunday bo'lmagandi. Nima? Shunday bo'lishini bilmagandim, demoqchiman. Men ham.
Mana buni ko'ramiz. Qani? Nima bo'lyapti? Sovut magnitga ta'sir ko'rsatyapti. Qoyil. Nimasi qoyil? Bu mo'jiza. Sovutingiz yerning magnit maydonini o'zidan itarsa, siz hatto uchishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Uchishingiz. Eshitaman. Nima? Ahvoli yaxshimi? Yo'q, men hozir borib uni olib ketaman. Qizimni tobi qochib qopti. Maktabga borib uyga olib ketishim kerak. Bugun bu yerga qayta olmayman. Yana farzandlaringiz bormi? Ha, o'g'lim, Pol. Yaxshisi biznikiga boring, o'sha yerda maslahatlashamiz. Pol uydami? Yo'q, u hozir maktabda. Yaxshi, boraman. Juda soz. Alex bilan Katrina sinfda. Ularni chaqira olmadim. Ashkani to'xtatishning yagona yo'li menimcha hamma gapni dadamga aytib berish. Agar dadang ishonmasa-chi? Kuryondan yo'lakni ochishni so'raymiz. Dadam shunda ishonadi. Men uyga boraman. Alex bilan Katrinani biznikiga olib kel. Kelishdikmi? Biroz tuzukmisan? Ancha yaxshiman. Ertalab bilmaganim xato bo'pti. Bu Harli xonim. Uyda birga ishlamoqchimiz. Do'kondagilar bu bolalarga yoqadi deyishdi. Kristina quvonib ketadi. Uyga marhamat. Kristina. Bu Harli xonim. Anna deb chaqiraver. Bu esa senga. Judayam yoqimtoy ekan. Rahmat sizga. Shunchaki oddiy o'yinchoq. Rostakam ayiqni sotishmadi. Sovutning quvvati tortish kuchini qaytaradi. Va siz parvoz qila olasiz. G'aroyib va oddiy. Qarang, Buni qachon yasab bera olasiz? tez orada. Hamma zarur ashyolar bor. Dada, sen nega bu yerdasan? Kasalman degandim-ku. Dadam maktabdan olib keldilar. Harli xonim ikkovlari dadamni xonasida. Menga sovg'a ham berdi. Dada, Nega maktabda emassan? gap shundaki, Mayli, yur. Seni bir xonim bilan tanishtiraman. Pol, bu Anna Harli. Anna, Salom, Pol.